To'g'risini aytaman, Mail Clasico'da aynan shu yigit uchun juda ham xursand bo'ldim. Chunki ko'pchilik bilmaydi. U hozir hayotidagi eng og'ir damlarni boshidan o'tkazayotgan edi. Jude Bellingham yelkasini operatsiyasidan voqea qaytdi. Восстановление, reabilitatsiya, adaptatsiya jarayonlari davrida derbida mag'lubiyat, terma jamoasida esa bosh murabbiy Thomas Tuchel bilan konfliktlar. Aksiga olib ukasi Jude ham Dortmund murabbiyi bilan kelisha olmayapti. Va endi eng asosiy muammosi 20 yillik turmushdan so'ng uning ota-onasi Mark va Denis ajrashishmoqda. Ha, bu farzand uchun juda yomon holat bo'lsa kerak. Endi Clasico'dagi harakatlari. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Maydon markazi uchun kurashdi, borini berdi va haqiqiy jangchi ekanligini butun dunyoga yana isbotladi. Bitta assist, bitta gol, 8 ball yig'ibdi. Na yaxshi faqat Chesney. Endi Realning birinchi goldagi Judening harakatlarini tahlil qilib chiqsa, hujumni boshida Kamavinga to'pni Judega uzatdi va o'zi oldinga qarab ochildi. Bellingham yo'liga pas berganda, albatta hujum yaxshi rivojlanardi. Hamma shuni kutdi va Jude ham hammani shunga ishontirdi. Orqa oyoqlariga qarang, xuddi pas bermoqchi bo'lgandek. Endi keskin qaror. Jude yo'nalishini 180 gradusga o'zgartirdi. Pedri atrofida bitta aylab olib, katta bosh hududga chiqdi va Judedan yuvilar uzatma. Bu Kamavinga yugurganida uni ta'qib qilgan Balde orqaroqqa tushgandi. Bu esa Mbappeni saytda bo'lishini ta'minladi. Jude Bellingham birgina qarori bilan hammani chalg'itdi va gol yaratdi. Endi mana shu vaziyatda jang maydonining ichida shuncha o'yinchi bor. Lekin Jude to'p bilan bosh daraza qarshisida bo'yi baland yoki chiroyli yigit bo'lgani uchun emas, balki qilgan mehnati, faqat oldinga intilgani, ko'rsatgan ajoyib o'yini va maydonda qilgan jangi uchun bu hayot tomonidan berilgan mukofot edi.